Yapon zobiti. Kamera uncha keng emasdi. O'zinasiga 20 qadam va eniga 10 qadam bo'lsa-da, oxirigacha odam bilan to'la edi. Devorning shiftga yaqin joyida simto'r qoplamali lampochka xira yonib turar. Shuningdek, shift ostida qalinggina metal qoziqlar bilan o'ralgan kichkina deraza ko'rinardi. Ikki qatorli karavotlarda uxlab yotganlar ko'zga tashlanar, qolganlar kimdir karavot chetida, kimlardir xona o'rtasidagi stol atrofida o'tirardi. Eshikning o'ng tomonida zanglagan umuvvalnik, burchakda esa teng ikkiga bo'lingan temir bochka turar. Aftidan hojatxona vazifasini ham bajarsa kerak, undan badbo'y hid anqirdi. Kamerada havo dim. Undagi mahkumlarning yuzi terdan yaltirar. Qariyb hammalari ich kiyimlarda edi. Stol atrofida o'tirganlar past ovozda so'zlashar, lekin juda hayajonda edilar. Aftidan nimanidir bahslashayotgandi. Eshik sharaqlab ochilgach, ular o'girilib qarab, poruchikka diqqat bilan tikila boshladilar. Yana safimiz kengaydi, dedi uzun burunli, yog'langan sochlari yelkasiga tushib turgan ozg'in kishi. Turmaxona ma'murlari kameralarga qancha kishi sig'ishini tajriba qilib ko'rishmoqchi shekilli. U turdi-da, Yutaro Todaga yaqinlashdi va unga diqqat bilan tikildi. Qalmiqmisiz? Yo'q, yaponman, horg'in ohangda javob berdi poruchik. Oho, olis yurtlik mehmon. Nima ish qilasiz? Savdomi? Ofitserman. Ajoyib, o'zimizning soha odami ekansiz. Bizga iltifotli bo'lishingizni va hurmat qilishingizni iltimos qilaman. Sizni qalmiq deb o'ylaganimizdan xafa bo'lmang. Bilasizmi, men polkovnik Kishtimovning qamoqxonasida bo'lganman. Uning otryadi qalmiqlardan iborat edi. Ularning asosiy ishi esa podshoh, otaxonga qarshi chiqqanlarni sabalash va qatl etish bo'lgan. Menda qalmiqlardan eng go'zal esdaliklar qolgan. Shampollarining xushtagi haligacha qulog'imdan ketmaydi. Qani, stolga marhamat. Bu yerda batamom xilma-xil kompaniyamiz. Sizni ishontirib aytamanki, davramizdagilarning bari ziyoli. Ekzotika uchun bizga faqat yapon ofitseri yetmay turgandi. U Yutaroning yengiga qo'l uzatdi, lekin yapon eshik yonida turaverdi. Yo'l, qamoq, yurakni ezuvchi taassurotlar uni haddan tashqari toliqtirgandi. Yutaroning ongi xiralashgan, tanasi qo'rg'oshindek og'irlashgan. U faqat iroda kuchi bilangina oyoqda tik turardi. Nazarida agar yana bir qadam tashlasa, xuddi beton polga yiqiladigandek va hushidan ayriladigandek edi. Uzun sochi yana bir bor yapon ofitseriga razm soldi. Ha, nutqlarimni tushunadigan ahvolda emas ekansiz-ku. Nima ham qilardik? Turmaxonaga kelgan ilk soatlarimda men ham o'zimni yaxshi his etmaganman. Endi bunday qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'pchilikmiz. Navbat bilan uxlaymiz. Hozir mening navbatim, lekin uni sizga beraman. Biz allaqachon uyqusizlikka ko'nikib qoldik. U pastki qavatda yotgan kishiga yaqinlashib yelkasidan silkidi. Janob oliylari, tura qoling endi. Turing, vaqt bo'ldi. Malinovkalar sayramoqda. Endi soqchilikda turish navbati sizniki. Uxlayotgan odam ko'zini ochdi. Kerishdi, esnab oldida norozilik bilan ming'irlab joyidan turdi va stol yonidagi bo'sh kursiga o'tirdi. Uzun soch Yutaroga qo'li bilan taklif ishorasini qildi. Marhamat, Kunchiqar mamlakatdan kelgan janob ofitser. Dam oling, ertalab esa hangomalashishga ulguramiz. Uning ancha ezmaligi va gaplaridan o'zi huzur qilishi sezilib turardi. Yutaro Toda uning so'zlarini idrok qila olmadi. U bo'shab qolgan joyiga o'tdi. Yechinmasdan o'rniga o'zini tashladi va shu ondayoq chuqur uyquga ketdi. Uning tushiga yo'l, yam-yashil archazorlar devori, vagondagi soqchilarning yuzlari, turmaxona yo'lagidagi uzundan uzoq yurishlar kirdi. Keyinroq hech nimani eslolmay va his etolmay qolganida butkul unutish ummoniga g'arq bo'ldi. Tong otishi bilan uyg'ondi. O'sha uzun soch uni yelkasidan silkitar, qo'lidan tortar va derdi: "Janob ofitser, turing endi. Bu turmaxonadagilar uzoq uxlashni zararli deb hisoblaydi. Hozir nonushta olib kelishadi. Uyqudan ko'ra u foydaliroq." Yutaro Toda to'shakka o'tirdi. O'ziga kelish uchun boshini sarak-sarak qildi.
Unchalik uzoq davom etmagan uyqu uni hushyor qilgan, endi u atrofini qurshab olgan voqelikni teran idrok etayotgandi. Hozir bizni tashqariga olib chiqishadi. Yo'l yo'riq ko'rsata boshladi uzun soch. Keyin ertalabki hojat va kameraga nonushta berishadi. Yoshingizga qaraganda hali siz o'rnida yotgan joyingizda qahva berishlariga o'rganmagansiz shekilli. Shunday ekan, umumiy choy bilan qanoatlanasiz. Kechirasiz, unvoningiz qanaqa? Poruchik, javob berdi Yutaro. Ajoyib, eng keraklisi shu o'zi. Hali yetib bormagan mansab pog'onalarini esdan chiqarish oson kechadi. Yana Lokidon taraqlab, og'ir temir eshigi g'ichirlab ochilib ketdi. Tashqariga, qichqirdi nazoratchi. Birinchi beshtalik, ketdik. Poruchikka birinchi 5 kishilik guruhdan navbat berishdi. Badbo'y hojatxonadan keyin u yuvindi, stolga o'tirdi. Chirigan barkida anqib turgan katta tunuka choynakda qaynagan suv, har bir kishiga ustiga ozgina shakar uyumi to'kilgan bir bo'lakdan qora non berishdi. Juda oliy maqom emas, izohladi uzun soch. Parij restoranlaridek bo'lmasa-da ochlikdan o'lmaymiz. Sovet hukumati uchun muhimi shu. Chunki u bizdan hali hamma ma'lumotni sug'urib ololgani yo'q. Sizchi Moskvaga qanday kelib qoldingiz, janob Poruchik? Yutaro Toda o'zi haqida qisqacha aytib berdi, ammo oqlarga qarshi jang qilgani va tezkor partizan otryadi komandiri bo'lganini aytmadi. U ichki bir sezgi bilan bu to'g'rida gapirmaslik kerakligini his etgan va tez orada to'g'ri yo'l tutganini bildi. Tanishdilar. 8 kishilik kamerada 22 kishi joylashgandi. Ular o'z ismlarini, familiyalarini, kim ekanliklarini aytishar va Poruchikka qo'l berishardi. U qo'llarni siqar, boshini irg'ar, lekin birdaniga hammani eslab qolish qiyin edi. Familiyasi Smidovich bo'lgan uzun soch anarxist bo'lib chiqdi. Generalman degani rostdan general bo'lgan ekan. Uning familiyasi Pavlov edi va Birinchi jahon urushida diviziyaga qo'mondonlik qilgandi. Nonushtadan so'ng kimlarnidir so'roqqa chaqirishdi. Uxlash navbati kelganlar uyquga ketdi. Qolganlar nimalar bilandir o'zini mashg'ul qilardi. Kameradagi mahkumlar turli toifadagi odamlar edi. Bu yerda esirlar, monarxistlar, ikkita terrorist va hatto o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun qamalgan bir bolshevik ham bor edi. Yutaro Toda Rossiyadagi o'sha payti mavjud bo'lgan siyosiy partiyalarning dasturlarini uncha tushunmasdi, lekin eshitish qiziqarli edi va u qizg'in munozaralar mohiyatini qunt bilan o'rganardi. Anarxiya tartibotning onasi, qizishardi Smidovich, taralmagan uzun sochlarini silkitib. Buni men aytmaganman va siz ham, janob bolshevik, inkor etolmaysiz. Agar biz hokimiyatni egallaganimizda butun dunyoga ko'rsatib qo'ygan bo'lardik. Chittak dengizni yondiraman deb tahdid qilarkan. Kinoya bilan kuldi yelkasi keng, go'shtdor yuzli va oqargan sochlari hurpaygan bolshevik. O'zi ham rosa boshqarardinglarda. Har qalay, sizning tartibingizdan yaxshiroq bo'lardi, qarshilik bildirdi anarxist. Sizlarning Leniningiz o'zini inqilob nazariyachisi deb hisoblaydi-yu, aslida anarxistlarning qarashlarini targ'ib qilgan. Qanaqasiga? Qiziqib qoldi monarxistlardan biri. Shunaqasiga 18-yilda Smolniy qasrida nutq so'zlaganida shaxsan qatnashganman. U o'shanda armiyasiz, amaldorlarsiz va politsiyasiz davlat g'oyasini olg'a surgandi. Aytingchi, bu anarxiya emasmi? O'rniga nimani taklif qildi? Qiziqsindi pensne taqqan cho'qqi soqol kadet. O'zining sevimli ishchi va dehqon deputatlari sovetini, qurollangan xalq, almashadigan rahbariyat va hokazo. Savodsiz to'porilar qo'mondonlik qilgan bo'lardi. Zaharxandalik bilan kuldi general Pavlov. Mana shu savodsiz to'porilar, janob oliylari, siz va Denikin, Krasnov, Yudenich kabi yana bir qancha generallaringizni Rossiya chegarasigacha ishtonsiz qochishga majbur qilgan, dedi jahl bilan bolshevik. Va issiqqina shtabingizda emas, balki bu yerda o'tirganingiz ham aynan mana shu savodsiz to'porilarning o'qimishli dvoryanlardan ko'ra yaxshiroq fikrlagani hamda harakat qilganini anglatib turibdi. Bu borada hali uzoq bahslashish mumkin, g'azablandi general. Bahslashavering, boshqa qiladigan ish qolmadi sizga. Bu kabi tortishuvlar bilan butun kun o'tib ketardi.
Ularni tinglovchilar doimiy emasdi. Bir haftadan so'ng Pavlovni olib ketishdi va u kamerada boshqa ko'rinmadi. Kimlardir ketar, ularning o'rniga kimlardir paydo bo'lardi. Doimiy o'tirganlardan faqat Yutaro Toda va anarxist Smidovich qoldi. Poruchik nega bunchalik ko'p odam qamoqqa tushishiga hayron bo'lardi. Bu qanaqa hokimiyat ekanki, dushmanlari bunchalik ko'p, o'zicha fikrlardi u. Nahotki ularni o'z tomoniga og'dirib foydasiga ishlatish shunchalik qiyin bo'lsa? Yutaro fikrlarini anarxist bilan o'rtoqlashdi. U o'z odatiga ko'ra tarvaqaylagan sochlarini silkitib uzun va'z o'qidi. Dunyoni nima boshqaradi? Ochlik, shuhratparastlik va hasad. Bolsheviklar hukumatni egallashdi, lekin ular uni uzoq vaqt ushlab tura oladilarmi? Ishonchim komilki, yo'q. Ular ochlik ustidan g'alaba qozona olmadilar, qozonmaydilar ham. Chunki ular yaratish o'rniga hammasini buzishyapti. Mana o'z internatsionallarida nima deb kuylashadi? Zo'ravonlar dunyosini butkul buzamiz va so'ngra e'tibor bering, butkul buzamiz. Savol tug'iladi, buning nima keragi bor? Nima undan zo'rrog'ini qura oladigan ahvoldamisiz? Hayot ko'rsatib turibdiki, yo'q. Yaxshi xo'jayin hovlisidagi hamma narsani buzib tashlab, keyin yangi imorat quradimi? Albatta yo'q. U iloji boricha borini o'z maqsadlari uchun qayta qurishi yoki yaraydigan holga keltirishi mumkin. Ana shunday otaginam, bu bolsheviklarning shuhratparastliklarini aytmaysizmi? Bunisi tushunarli, chunki hokimiyat tepasiga nuqul savodsizlar kelib qolgan. U yog'ini so'rasangiz, Leninning o'zi ham tizimsiz. Ya'ni bir amallab ma'lumot haqida shahodatnoma olish uchungina ekstern o'qigan. Aqli pastligi uchun Stalinni seminariyadan haydashgan. Orjonikidze feldsher, Kirov texnika bilim yurtini tugata olmagan. Bu ro'yxatni yana ancha davom ettirish mumkin. Va mana shu insonlar davlatni boshqarmoqchi bo'lishyapti. Ular hamma narsani tag tomiri bilan buzishni uddalaydi. Podshoh Rossiyasi davridan qolganlari yetadi, keyin esa nima bo'lsa bo'larmish. Bolsheviklarni aql emas, balki hasad boshqarmoqda. Ya'ni ulardan aqlliroq, uddaburonroq odamlarga nisbatan hasad. Ularning aqidasi shunday: o'zim eplay olmadimmi, demak boshqa birovga ham yo'q. Mana shuning uchun turmaxonalar liq to'la, shu bois shuncha mutaxassisni otib tashlashdi yoki chet ellarga haydab yuborishdi. Baliq ovlashni eplay olmaganga qisqichbaqa ham baliqda. Besavod qalang'i qasanqalar ichida ular kuchli mutafakkirlardek ko'rinadi. Hozir hammasi shunga qarab ketyapti va shunaqa bo'ladi ham. Shunga erishishadi. So'zlarimni o'shanda eslaysiz. Lekin unda bechora Rossiyaga nima bo'ladi? Yutaro Toda anarxistni diqqat bilan eshitardi. Turmaxonada bo'sh vaqti keragidan ham ko'p edi va poruchik uni iloji boricha foydali o'tkazishga intilardi. Kitoblar o'qir, kameradoshlari bilan suhbatlar davomida Rossiyada inqilobdan keyin nimalar bo'layotgani va yangi hukumat nimani ko'zlayotganini o'zi uchun oydinlashtirmoqchi bo'lardi. Sizni uncha tushunmayapman, dedi u Semidovichga. Anarxiyani yoqlayapsiz, o'zingiz esa bolsheviklarni siyosatlaridagi tizimsizlikda ayblayapsiz. Biri ikkinchisi bilan bog'lanmayapti-ku. Semidovich zaharxanda kuldi. Anarxiya ham o'zining rivojlanish mantiqiga ega. E'tibor bering, bir qarashda bizni qurshab turgan hayot g'irt bema'nilik, lekin shu bilan birga progress degan tushuncha ham bor. Demak, tartibsizlik ko'rinayotgan narsaning o'zi ham unchalik tartibsiz emas. Anarxiya ham shunday. Ha, biz davlatni, hokimiyat va boshqa narsalarni inkor qilamiz, lekin biz xalqning o'zini o'zi boshqaruvini tan olamiz. Mana shu borada Lenin bilan yo'limiz bir. Qanday yashash va nima qilish kerakligini xalqning o'zi belgilaydi. Tepadan unga har qanday aql bovar qilmaydigan nazariyalarni tiqishtirish va yana o'sha nazariyalarni zo'ravonlik bilan mustahkamlash kerak emas. Sizga buni tushuntirish qiyin, otaginam. Siz qoida va hayot tarzi butunlay boshqacha bo'lgan olam vakilisiz. Darhaqiqat, yosh poruchikning boshi g'ovlab ketgandi. Hammalari, anarxistlar ham, eserlar ham, monarxistlar ham va uni bahslashmaydigan, so'kinmaydigan, xushmuomala tinglovchi sifatida ko'rgan yana allaqancha odamlar poruchikning ongiga o'z nazariyalarini, bo'lajak davlat haqidagi qarashlarini tiqishtirishardi. Shu tufayli uning miyasida hammasi aralash-quralash bo'lib ketar va bu bahschilardan
qaysi biri unga yaqinroqligini, kimning dunyoqarashi unga ishonchliroq, qulayroq ekanini o'zi ham tushuna olmay qolardi. Katta siyosatda ham, dabdabali safsatabozlikda ham u juda tajribasiz edi. Lekin pamorlar bilan o'tgan 3 yil davomida oddiy xalqning o'z hayotiy mantig'i borligini ko'rdi. Xalq o'z mehnati bilan to'kin sochinlikda yashashini, keragida unga ko'maklashishlarini, lekin xalaqit bermasliklarini xohlardi. Bir qarashda hammasi jondek, lekin xalq mana shu eng oddiy narsaga erisha olmayotgandi. Mahkumlikdagi vaqt sekin va bir xilda o'tib borardi. Kishini ezuvchi xayollarni faqat kameraga tiqishtirilayotgan, so'ngra esa noma'lum tomonga jo'natilayotgan yangi kishilargina bo'lardi. Anarxistning aytishicha, ularni Duxonin shtabiga, ya'ni Sovet hukumati muxoliflarining atamasiga ko'ra otib tashlashga olib ketishardi. Smidovichning o'zini ham tez-tez so'roqqa chaqirishar, u horg'in va alamzada ahvolda qaytib kelardi. Undan anarxistlarning rejalari haqida aytib berishini, qachon, qanday kuchlar va kimlar boshchiligida isyon ko'tarish rejalanayotganini bilishni xohlashardi. Smidovich esa bularning birortasini ham bilmas. U 1 yildan beri OGPUning ichki turmaxonasida o'tirar va hammaslaklaridan butkul uzilib qolgandi. Tezroq asfala sofilinga ravona qilishsa edi, derdi u zarda bilan. Bunaqa komissar basharalar va ularning ahmoqona savollari jonimga tegdi. Rus tilining bunday nozik iboralarini bilmaydigan Yutaro Toda anarxistni doim ham tushunavermasdi. Nima degani u asfala sofilinga ravona qilish, so'radi u. Boshqacha aytganda otib tashlash degani. Sen og'ayni, bu yerda biror yil o'tirsang, turmaxona tilini ancha bilib olasan. Baruchikni so'roqqa chaqirishmasdi. 2 haftadirki uni hech kim bezovta qilmas, go'yoki uni eslaridan chiqarib yuborishgandek edi. Hali shoshmay tur, tergovchilar bilan suhbatlashaverish joningga tegadi, tirjaydi anarxist. Seni pishib yetilishga qo'yib qo'yishgan. Bu nima degani? Aniqlashtirmoqchi bo'ldi Baruchik. Qishloqlarda yam-yashil pomidorlarni uzib olishadi-da, derazaga, quyoshga qo'yishadi. Kuz kelib bo'lgan, hamma yoq sovuq, polizda ular muzlab qolishi mumkin. Shunaqa qilishsa, pomidorlar birin-ketin qizara boshlaydi va keyin yeyishadi. Mana, seni ham ushlab turishibdi, sen qiynalyapsan. So'roqni kutasan, nimada ayblashayotganini bilging keladi. Inson asabiylashaverganidan so'ng o'zini nazorat qila olmay qoladi. Demak, u aytgisi kelmagan gapni ham og'zidan gullab qo'yadi. Bu yerda og'ayni, o'z gapirtirish usullari bor. Anarxistning so'zlari rost bo'lib chiqdi. Yutaro Todaning ham so'roqqa borish navbati keldi. O'sha oqshom Smidovich unga karavotini bo'shatdi va Yutaro uxlashga yotdi. Endi ko'zi ilinganida eshik sharaqladi va nazoratchi qo'lidagi yozuvni hafsala bilan tekshirib, kichkina darcha orqali baland ovozda chaqirdi. Yutaro Toda, chiqishga. Buyumlarini olsinmi yoki qiziqdi anarxist. Buyumlari bilan degani boshqa kameraga ko'chish yoki otuv ma'nosini bildirardi. Quruq o'zini chaqirishdimi, demak, so'roqqa edi. So'zlashilmasin, juda tillaringga erk berib yuboribsizlar, o'shqirdi nazoratchi. Keyin endigina o'rnidan turib, libosini to'g'rilayotgan Baruchikka buyurdi. Qani, tezroq o'girilchi. Koridorga chiqishdi. Devorga yuzingni qarat, qo'llar orqaga. Yana so'ngsiz koridorlardan ketishlar, og'ir metall zinapoyalardan chiqib tushishlar boshlandi. Nazoratchi kalit bilan qayishining to'qasiga urib qo'yar, ammo endi Baruchik bu ishora uning mahkumni olib ketayotgani to'g'risida boshqa nazoratchilarni ogohlantirishi ekanini allaqachon bilardi. Bunday holatda ro'paradan olib ketilayotgan boshqa mahkumga duch kelinsa, to'xtab yuzini devorga qaratib turish kerak edi. Tergovga olib ketilayotganlar bir-birlarini ko'rmasliklari kerak edi. Xlorning o'tkir hidi dimoqqa urardi. Ancha vaqt o'tgach Yutaro Toda OGPUning ichki turmaxonasini eslaganida uning xayoliga gavjum bo'lmagan kameralar, o'zining baxtsizlikdagi vaqtinchalik o'rtoqlari, mana shunday tuganmas koridorlardagi o'tish yo'llari, minglab mahkumlarning qadamidan yaltirab ketgan metall zinalar va baland shiftdagi xira lampochkalarning sarg'ish nuri kelardi. Shuningdek, badbo'y va xlorning o'tkir hidiga ham sira ko'nikishning iloji yo'q edi.
Nazoratchi eshiklardan birining oldiga to'xtadi-da, bukilgan ko'rsatkich barmog'i bilan taqillatgach, uni ochdi. Poruchikni oldinga o'tkazib, dona-dona qilib xabar berdi. O'rtoq tergovchi, mahkum Yutaro Toda. Poruchik xonada hech narsani aniqlay olmadi. Qorong'ilikda ustida to'g'ri ayblanuvchining yuziga qaratilgan lampa turgan stol bazo'r ko'rinardi. Stol atrofida o'tirgan kimsaning yuzi g'ira-shira oqarib ko'rinardi. "O'tiring", degan ovoz yangradi. Yutaro Toda stulga o'tirdi. Lampaning yorug' nuri yuzga urardi va u beixtiyor qo'li bilan yuzini pana qildi. "Qo'l tushirilsin", o'shqirdi orqasida turgan nazoratchi. U paytlari poruchik alohida xavfli jinoyatchilar so'roq qilinayotgandagina nazoratchilar tergovchi xonasida turishini bilmasdi. "Ismingiz, familiyangiz?" Tergovchining ovozi hissiz, xuddi mexanik qurilmadan chiqqandek yangradi. Uning yuzini poruchik baribir to'liq ko'ra olmadi. U allaqachon yorqin nurdan zada bo'lgan, ko'zlari yoshlangan va barcha buyumlar ko'zi oldida g'ira-shira chaplashib ketgandi. Savollar birin-ketin berilar, poruchik ularga javob berar. Stol ortida o'tirgan kishi so'roq qaydnomasini to'ldirardi. Nihoyat rasmiy qism tugab, ishning mohiyatiga o'tishdi. "Siz ko'ngilli ravishda hammasini o'zingiz tan olishingizni taklif qilaman. O'shanda sud tergovga bergan ko'magingizni hisobga oladi." "Tan olishimni? Nimani?" hayron bo'ldi Yutaro Toda. "Nima? O'zingizni hech nimada aybdor sezmayapsizmi?" Tergovchi shunday deya qimirlab qo'ydi va go'yo yapon ofitseriga yaxshilab razm solmoqchidek stolga egildi. "Yo'q, o'zimni aybdor his qilmayapman. Sovet hukumatiga nisbatan hech qanaqa jinoiy xatti-harakat sodir etmaganman", dedi qat'iy poruchik. Tergovchi kulib qo'ydi. "Buni qarang-a, men OGPU tergov bo'limining katta tezkor vakili Goldin Semyon Markovichman. Davlat ahamiyatiga molik ishlarni olib boraman. Menga sizning gapingiz bo'yicha dabdurustdan hech qanaqa aybi bo'lmagan kishining ishi bilan shug'ullanishni topshirishyapti. Bu sizga g'aroyib tuyulmayaptimi?" Yutaro Toda yelkasini qisdi. "Men sizning tartib qoidangizni bilmayman, balki shunaqadir. Sizni josuslar maktabida yomon tayyorlashganga o'xshaydi." "Qanaqa josuslar maktabi? Men Nagoyadagi piyoda qo'shinlar bilim yurtini tugatganman va razvedka bilan umuman ishim yo'q." "Siz shunaqa deyapsiz." Tergovchining so'zlarida kinoya ohangi yangradi. "Bizda esa boshqacha ma'lumotlar mavjud. Bilishimizcha, siz haqiqiy razvedkachi. Oddiygina aytganda josussiz. Sizni Pomoriyaga partizanlarning harakatlarini bilish va ular haqida o'z qo'mondonligingizga xabar berish uchun tashlashgan va siz buni muvaffaqiyat bilan uddalagansiz. Partizanlar amaliyotidagi muvaffaqiyatsizliklar aynan sizning josuslik faoliyatingiz bilan izohlanmoqda. O'zingizni do'st sifatida ko'rsatgan o'nlab kishilarning o'limi vijdoningizga havola. Komissiya raisi Abram Gots Arxangelskda jinoiy harakatlaringiz to'g'risida materiallar to'plagan va bizga yuborgan. Mana ular." Tergovchi bir qancha varaqlarni havoda silkitdi. "Xo'sh, shulardan keyin ham tonib turaverasizmi?" "Bularning bari yolg'on." Yutaro Toda o'rnidan sakrab turmoqchi edi, ammo nazoratchi butun og'irligi bilan uning yelkalarini bosdi va joyida ushlab qoldi. "Gots nima maqsadda bunday qilganini bilmayman. Siz yaxshisi men haqimda partizanlardan so'rang. Qani ular nima deyisharkan? Ularni sotganmanmi yoki yo'qmi?" "Ulardan allaqachon so'raganmiz." Tergovchi yana iljaydi. "Mana, Lavrentiy Nefyodov va Mixailo Safronovlarning ko'rsatmalari. Ular ochiq-oydin aytishgan, siz josussiz." Yutaro Toda buni kutmagani uchun qotib qoldi. "Ishonmayman sizga", dedi u nihoyat. "Bering, menga ularning ko'rsatmalarini o'qib chiqaman." Goldin varaqlarni papkasiga soldi. "Hali ulgurasiz. Aytganlarim siz uchun yetarli. Yana takrorlayman. Josuslik faoliyatingizni vijdonan tan olishingiz o'z foydangizga xizmat qiladi. Albatta, agar hayotingizni saqlab qolishni istasangiz. Xo'sh, Yapon shtabiga qanaqa ma'lumotlarni berib turgansiz? Partizanlar otryadida aloqachingiz kim bo'lgan?" Yutaro Toda indamadi. Eshitganlari uni butunlay esankiratib qo'ygandi. Hamma narsani kutgan bo'lsa-da, josuslikda ayblashlari misli ko'rilmagan tuhmat edi. "Men esa sizga yana bir bor takrorlayman", qat'iy javob berdi yapon zobiti. "Sovet hokimiyati oldida hech qanday aybim yo'q.
Shuningdek, aytgan barcha gaplaringiz shunchaki yolg'on to'qimalar xolos. Sayrashini qara, tergovchi uni yanayam yerga urmoqchi bo'lib sensirashga o'tdi. Begunoh qo'zichoq. Unda yaponlaring bilan Pamoriyaga bizning odamlarimizni o'ldirishga kelganing va aynan shu Sovet hukumatini ag'darmoqchi bo'lganing jinoyat emasmi? Buni inkor etmayman. Men ofitserman va o'z qo'mondonligim buyrug'ini bajarganman. O'rnimda bo'lsangiz, siz ham shunday yo'l tutgan bo'lardingiz va buni josuslik bilan adashtirmaslik kerak. Golden mushti bilan stolga tushirdi. Siyohton, ruchka va og'ir papka jildi bir sakrab tushdi. Meni o'zing bilan tenglashtirma. Qilg'iliqni qildingmi? Javob berishni ham bil. La'nati josus. Hali ofitserlik burchi haqida gapiradigan bo'lib qoldingmi? Yutaro Todaning yuzidan reza-reza ter oqardi. U lampaning taftidan dimiqib ketgan, so'roq boshidagi hayajon endi behad g'azab bilan almashgandi. Mana, uni nimada ayblashyapti ekan? U partizanlar unga qarshi ko'rsatma berishlariga umuman ishonmasdi. Yelkama-yelka jang qilgan, pulemyot tarillaganida birgalikda yerga qapishib yotgan, dushmanga qarshi baravar jangga tashlangan do'stlar hech qachon bir-birini sotmaydi. Bu lahzalarda yolg'on va sotqinlikka yo'l bermaydigan jangovar birodarlik paydo bo'ladi. Ammo undan josus yasashning kimga keragi bor va nega? Poruchik anarxistning ogohlantirishi, g'azablangan inson nazoratni yo'qotib, ortiqcha gap aytib qo'yishi mumkinligi haqida eslab jahlini bosdi va o'zini qo'liga olishga urindi. Inkor etmayman, yana davom etdi u. To'g'ri, Pamoriyaga yapon otryadi tarkibida Qizil armiya va partizanlarga qarshi jang qilish uchun kelgandim, lekin ularga qarshi jangda qatnashmadim. Asirga tushib qoldim. Partizanlar otryadidagi jangovar faoliyatim hisobga olinmasa, meni harbiy asir sifatida sud qiling, lekin mendan josus yasashning keragi yo'q. Golden ko'rsatkich barmog'ini havoda silkitdi. Bundan hech narsa chiqmaydi, azizim. Mana endi nayrangingni tushundim. Sen odil suddan bekinmoqchisan. Yo'q, seni ayni josusliging uchun sud qilamiz va ayni shuning uchun devorga tik turg'izamiz. O'shanda ko'ramiz qanaqa sayrar ekansan. Poruchikning boshiga qon quyildi. Qo'rqitishning keragi yo'q. Meni bir marta otib ko'rishgan, o'zimni munosib tutganman. Xo'sh, dedi tergovchi kinoya bilan. Qani ko'ramiz, chinakamiga otib tashlashganda botirliging ish berarmikin? Bunaqa matonatlilarni ko'rganmiz. Oyoq tagida dumalab, rahm shafqat so'rab yalinganini bilmay qoladi. Demak, boshqalarini ko'rgandirsiz. Bo'ldi, yetar. Golden yana stolga mushtladi. Kimliging va o'zingni qanday tanitayotganing endi ma'lum bo'ldi. Buguncha tugatamiz. So'roq bayonnomasiga imzo chekkinda kamerada obdan o'yla. Agar taqdiringni yengillashtirmoqchi bo'lsang, tergovga ochiq so'zla. Keyin aqling kirganida kech bo'ladi. Hech nimaga imzo chekmayman. Yutaro Toda so'roq bayonnomasini o'zidan nari surdi. Bu yerdagi gaplar boshdan oyoq yolg'on. Golden qo'llarini yoydi. Xohishing, lekin esingda saqla. Imzosiz ham otib tashlayveramiz. O'q bilan siylash uchun senga qarshi materiallar yetarli. Endi masxaralagandek iljayish navbati poruchikka keldi. Unda bunaqa tergov komediyasi kimga kerak? O'z jinoyatingni anglashing va tavba qilishingga imkon berish uchun. Hali yoshsan. Hayotingni shunaqa ahmoqona tugatishing shartmi? Yo'q, albatta. Uning fikriga qo'shildi Yutaro. Lekin bu yerda men ojizman. Golden horg'in gavdasini stul suyanchig'iga tashladi. Ayblanuvchini olib keting, buyurdi u nazoratchiga. Umid qilamanki, janob josus, keyingi safar aqlliroq bo'lasiz va suhbatimiz ham mohiyatga muvofiq bo'ladi. Kamerada odatdagidek mahkumlarning yarmi uxlar, qolgan yarmi o'z navbatini kutib suhbat qilar, karta yoki shaxmat o'ynab o'tirardi. Poruchikni qiziqish bilan kutib olishdi. Anarxistning uxlamay o'tirganini ko'rib, u hayron bo'ldi. Smidovich karavotda oyoqlarini osiltirib o'tirardi. Xo'sh, muhtaram janob oliylari, tamakisini tutatib so'zladi u. Birinchi jangovar yurishingiz bilan tabriklasam bo'ladimi? O'zingizning kimligingizni bildingizmi? Yutaro Toda Smidovichning yoniga, karavot chetiga o'tirdi-da, charchagan holda kerishdi. Bildim, dedi u. Yapon josusi ekanman. Bor yo'q shumi? Jo'rttaga achindi anarxist. Xudoyey,
Axir bunchayam sodda ayblov bo'lmasa, yaponmi, demak yapon josusi. Agar siz avstraliyalik yoki eng yomoni ispaniyalik josus bo'lganingizda qiziqarliroq bo'larmidi? Lekin demak kameramizda 3 ta josus bo'ldi: meksikalik, nemis va yapon josuslari. Stolning narigi chekkasida o'tirgan meksikalik poruchikka qo'lini silkitdi. "Tabriklayman, amigo", dedi u. "Josuslik bo'yicha birodarimni ko'rganimdan xursandman." Xose Dias. Meksikalikni shunday chaqirardilar. Tushkunlikka tushmasdi. U Meksika kompartiyasi a'zosi edi va Sovet Rossiyasiga JKI, jurnalistlarning kommunistik institutida ta'lim olish uchun kelgandi. Yangi Rossiyada unga hamma narsa qiziqarli tuyular, shuning uchun suhbatdoshlarini savollarga ko'mib tashlar, hamma savoliga javob izlardi. Bu esa shubhali ko'ringandi. Shu tufayli mana 3 oydirki u OGPUning ichki turmaxonasida siyosiy savodxonligini oshirardi. Ochig'i, kommunist bo'lgani uchun tez orada chiqarib yuborishlariga umid qilar, shuning uchun kayfiyati yaxshi edi. Yana bir josus esa Saratov tomondagi qishloqlik oddiygina erkak edi. U Volga bo'yi nemislardan oziq-ovqat sotib olar va ularni Moskvaga eltib bozorda sotish bilan shug'ullanardi. Va albatta, u o'z-o'zidan nemis razvedkasi yollagan xodim bo'lmasligi mumkin emasdi. Nemislar unga qanday topshiriq berganini u o'zi o'ylab topa olmasdi, uning uchun endi tergovchi o'ylay boshlagandi. "Mayli", dedi anarxist. "Azizim poruchik, sendan yetarlicha taassurot oldik. Endi yotib uxla. Hademay tong otib qoladi. Suhbatni kunduz oxiriga yetkazamiz." Kamtarona tushlik, bir cho'michdan suyuq yovg'on sho'rva, ko'rinishidan loy bo'lagiga o'xshash arpali bo'tqa va iliq choydan so'ng Yutaro Toda Smidovich bilan deraza tagidagi devor tomonga o'tishdi. Anarxist poruchikka yo'l yo'riqlar bera boshladi. "Endi seni tuzlash uchun yana biror hafta o'z holingga tashlab qo'yishadi. So'ng yana so'roqqa chaqirishadi. Bu vaqt davomida sen jinoyating uchun tavba qilishing va agar o'jarlik qilsang otib tashlashlarini fahmlashing lozim. Lekin biz realistlarmiz va bo'layotgan voqelikka hushyorlik bilan qarashimiz kerak. Shuning uchun taxminimcha seni baribir otib tashlashadi. Qaysi davlat u soxta bo'lgan taqdirda ham o'z ichidagi josusga toqat qilib tura oladi? Bizda inson hayotining unchalik qadri yo'q, bitta ko'p yo bitta kam. Umumiy statistikada bu deyarli aks etmaydi. Smidovichning ushbu so'zlaridan poruchikning eti muzlab ketar, lekin xotirjamlikni saqlashga urinardi. Kim ham o'lgisi keladi, ayniqsa 26 yoshida-ya. Endi savol, davom etdi anarxist taralmagan sochlarini silkitib. Sen o'z aybingni bo'yningga olib, tergovga yordam bermoqchimisan yoki so'zingda turib olasanmi? Yutaro Toda chin ko'ngildan hayron bo'ldi. Axir qilmagan ishimni qanday tan olishim kerak? Demak, o'zingnikida turib olasan, xulosa yasadi Smidovich. Unda ssenariy quyidagicha davom etadi. Ishingni ikkita tergovchi olib boradi. Biri senga baqiradi, po'pisa qiladi, yerga uradi va haqoratlaydi. Bunaqasi bilan allaqachon uchrashib bo'ldik. Senda unga nisbatan nafrat paydo bo'ldi va fikringda turib olasan. Boshqasi keladi-da, muloyim gaplashadi, senga xayrixohlik bildiradi, yumshoq va mehribon ko'rinadi. Unga ishonch bildirasan va ko'nglingni ochasan. Boshqacha aytganda, josusligingni tan olasan. Bu qarmoqdan ehtiyot bo'l. Ikkala tergovchi ham bir xil. Ikkalovining ham maqsadi jinoiy faoliyatingni fosh qilish va seni devorga turg'azish. Ularning bir-biridan farqi arzongina psixologik usulda xolos. OGPUda bunaqa usulga ko'p murojaat qilishadi va ochig'i 100% qo'l keladi. Smidovich biroz tin oldida ko'zlarini kamera bo'ylab yugurtirdi. Mahkumlar o'z ishi bilan band edilar. Kimdir uxlar, kimlardir xuddi ularga o'xshab guruhga bo'lingan, o'zlari haqida past ovozda so'zlashardilar. Kimdir shaxmat o'ynar, yana birov shaxmat maydonida bo'layotgan jangni kuzatar. Irodasi zaif kishilar ham bor ediki, ularning ruhi tushib ketgan. O'z hayotlarini saqlab qolish uchun nimani tan olishga to'g'ri kelsa, shunga tayyor turardilar. Bunaqalar o'zini kameraning u burchagidan bu burchagiga urar, tinchini yo'qotgan va boshqalarga ham halovat berishmasdi. Agar yana so'zingda turib oladigan bo'lsang, davom etdi anarxist. Unda bir kishilik kameraga tiqishadi va jismoniy ta'sir orqali ruhiy bosim o'tkazishadi. Lekin bunisini bir amallarsan. Faqat gap ovlovchi o'rdakdan qo'rqqin.
Poruchik ustoziga tushunmagandek tikildi. Gap ovlovchi o'rdak ham KPUchilarning bir usuli, tushuntirdi u. Kunlarning birida kamerangda yana bir ayblanuvchi paydo bo'ladi. Uning tarjimai holi xuddi senikiga o'xshaydi. Boshqacha aytganda, u ham senga o'xshagan begunoh jabrdiyda. Bu paytga kelib yolg'izlikdan odam qiyofasini yo'qotasan va hamsuhbat kelganidan xursand bo'lasan. U senga o'z kulfatidan gapiradi, sen esa unga. Qarabsanki, hammasi tayyor. 1-2 kundan keyin ishingda ayg'oqchining ko'rsatmasi paydo bo'ladi va aybingni tan olishingga ham hojat qolmaydi. Seni sudga oshirishadi, aniqrog'i, sudsiz ham hal qilib qo'yaverishadi. Maxsus kengash qaroriga ko'ra senga oliy darajadagi hukmni chiqarishadi va o'shanda miltiq o'qi aslida qancha vazn bosishini bilib olasan. Mana senga bizning akademiya. Anarxist o'z fikrlarining zalvariga monand bosh silkib jim qoldi. Ularning barini qayerdan bilasan? Qiziqsindi Poruchik. Smidovich kulib yubordi. Og'ayni, bu turmaxonalar devorini 4-marta ko'ryapman. Podshoh otaxon davrida o'tirganman. Mana endi sovetlar paytida ham 2 marta o'tirishga ulgurdim. Hech qaysi tuzumda anarxistlarning boshini silashmagan. Men surgunni ham, katorgani ham ko'rganman. Shunday qilib, bu safar men bilan pachakilashib ham o'tirmasliklari muqarrar. Hayotingni turmaxonalarda o'tkazish shunchalik zarurmi? So'radi Yutaro. Unga bu chindan ham tushunarsiz edi. Pomoryada shunday bir maqol eshitgandim. Qamchi bilan boltani urib sindira olmaysan. Anarxist unga ko'z qiri bilan zimdan tikildi. E'tiqod degan tushuncha bor. Inson xuddi o'sha narsa bilan mustahkam. O'siz hayvonga o'xshab kun kechiradi. Axir o'zing ham qilmagan aybingni bo'yningga ololmaysan-ku. Shunday, tan oldi Poruchik. Men ham xuddi shundayman. Undan keyin hayotimiz o'zi nima? Abadiy o'zgarishlar zulmatidagi yarq etgan bir uchqun. Agar ertami kechmi o'lishingga to'g'ri kelsa, unga yopishib olish shartmi? Tergovchilar meni so'roq qilib, qiynalib ketadi. Natijasiz urinishlar bilan kurashishadi. Men esa bundan hech nimaga qiyoslab bo'lmaydigan qoniqish olaman. Ulardan ustunman, qudratliroqman. Menda barqarorlik ko'proq. Bu esa otaginam ko'p narsani anglatadi. Shuning uchun men anarxistik e'tiqodga amal qilaman. Bizning voqeligimizda hech narsaning qadri yo'q. Faqat inson shaxsi e'tiborga loyiq, xolos. Smidovich bilan tez-tez shunaqa suhbatlashib turishardi. Yutaro Toda uning hamma mulohazalarini ham tushunavermasdi, lekin anarxistdan hayot falsafasini o'rganar, bu esa uning irodasini mustahkamlardi. Unda insoniylikni yo'qotmagan holda turfa sharoitlarga moslashish ko'nikmasi hosil bo'layotgandi. Darhaqiqat, butun hafta davomida Poruchikni so'roqqa chaqirishmadi. Vaqt sust va rangsiz o'tayotgandi. Birdan bir voqea shu bo'ldiki, anarxistni buyumlari bilan chaqirishdi. Shundan so'ng u kameraga qaytmadi. Balki uni otib tashlashgandir yoki surgun qilishgan, buni Poruchik hech qachon bila olmadi. OGPUning ichki turmaxonasida mahbuslarni tez-tez otib tashlashardi. Oqshomlari hovlida miltiqlardan otilgan keskin o'q ovozi eshitilmasligi uchun yuk mashinalarining motorini yurg'izib qo'yishar, lekin baribir ular eshitilardi. Chunki bu soatlarda kamerada hech kim uxlamasdi. Shunday onlarda dahshatli muhit tor xonada tobora quyuqlashib, har bir kishini qamrab olar, yuraklarning tez urishiga va nafas olishning qiyinlashuviga olib kelardi. Poruchik agar uni o'lim jazosiga hukm qilishsa, o'zini qanday tutishi haqida tez-tez o'ylar, faqat bir fikrda qat'iy edi. Qiynovchining zavqlanishiga o'rin qoldirmaydi. Erkak sifatida o'limni qo'rquvni his qilmay va vahimaga berilmay qarshi oladi. U ko'pincha taxta karavotda ko'zlarini yumgancha yotar, uyqusi kelmas va hayoti haqida fikr yuritardi. Otasiga quloq solib shifokorlik kasbini tanlasa bo'larkan. O'shanda mana bunday siyosiy hodisalar girdobiga tushmagan va hayotiga hech narsa xavf solmagan bo'lardi. Albatta, endi vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi va buni anglagani sari o'kinchi ortardi. Otasi xuddi Yutaroning taqdirini oldindan sezganga o'xshar va hayotini hal qiluvchi xatodan o'g'lini qaytarishga uringandi. Yutaro Toda endi kamerada boshqa hech kim bilan yaqinlashmadi. Kameradoshlari tez-tez o'zgarib turardi. Hammasi zarurat tug'ilsa, imkon qadar bir-biriga ko'maklashar
xuddi shu tarzda bir-birini qo'llab-quvvatlar, lekin do'stlik shakllanmasdi. Buning uchun vaqt kerak edi. Mahkumlarda esa aynan shu narsa yetishmasdi. Va g'oyaviy raqiblarning murosasizliklari Poruchikni hayron qoldirardi. Monarxistlar kadetlar bilan bahslashar, so'ng hammasi bolsheviklar va eserlarga tashlanib qolishar, anarxistlar esa ularga ham qarshi turardilar. Nahotki yaqinda o'lishlarini bilib turib ham o'ylardi Yutaro. Ziddiyatlarni uloqtirib, taqdiriga umumiy qismat yozilgan oddiy insonlardek qola olmaydilar. Uning o'zida hali siyosiy e'tiqod yo'q edi. Buning uchun yoshlik qilar, boz ustiga negadir hayotning bu tarafi haqida o'ylab ko'rmaganda. Uning nazariyalarini shunchaki tushunmagan anarxistlardan tashqari hammaning o'z haqiqati bordek tuyulardi. Qanaqasiga hech qanday axloqiy qadriyatlarga ega bo'lmagan holda hamma narsani vayron qilib, hamma narsadan voz kechiladi. Bu hayvonlar jamiyatiga qaytishni anglatmaydimi? Lekin Smidovich unga o'zining samimiyligi va Poruchikning turmaxonadagi hayotini yengillashtirishga urinib, uning taqdirida ishtirok etayotgani bilan yoqib qolgandi. Yutaro Toda buning uchun o'sha ashaddiy anarxistdan minnatdor bo'lar, ko'pincha u haqida o'ylar va yo'llari ayro tushganidan o'kinardi. Bir haftadan so'ng uni yana so'roqqa chaqirishdi. Xuddi o'sha kabinetga olib kirishdi. Ammo bu safar u yerda boshqa, o'rta yoshlardagi, malla sochlari kalta, to'la yuzli va nigohlarini olib qochuvchi tergovchi o'ltirardi. Yutaro Todada darhol unga nisbatan ishonchsizlik tug'ildi. U odamning ko'ziga tik qaramaydigan insonlarni yoqtirmasdi. Tergovchi belgilari bo'lmagan harbiy kiyimda edi. Lampa ko'zga nur sochmas, kabinetdagi hamma narsa yaxshi ko'rinib turardi. To'g'risi, buyumlar ko'p emasdi. Xuddi o'sha tergovchi o'tirgan stul va stol, mahkum uchun polga mahkamlangan kursi, kitob hamda papkalar shkafi. Devorda esa Dzerzhinskiyning portreti osig'liq turardi. Yutaro Toda bu odam kimligini bilib bo'ldi. Smidovich uni bolsheviklarning hukmron mansabdorlar pog'onasidan xabardor qilgandi. Tergovchi o'zini tanishtirdi. Sinyayev Andrey Nikolayevich. Sigaret va choy taklif qildi. Poruchik unisini ham, bunisini ham rad etdi. To'g'ri qilasiz, tasdiqladi Sinyayev. O'zim chekmayman va chekuvchilarni tushunmayman. Bu inson tabiati g'alati. Keling, siz bilan bayonnomasiz gaplashamiz. Xo'sh, zindonimizda o'zingizni qanday his etyapsiz? Yutaro Toda yelkasini qisdi. So'zsiz tushunarli narsaga nima deb javob berardi? Ko'nglingizdan o'tayotganlarni sezib turibman, bosh irg'adi tergovchi. Turmaxona, ozodlikdan mahrum bo'lish dahshatning o'zginasi. Bu inson mohiyati ustidan zo'ravonlikdir. Ayniqsa shunday yosh paytingda. Nima ham qilardik? Siyosiy ziddiyatlar paytida zo'ravonlik bo'lishi muqarrar. Aytishadi-ku, o'rmon kesilaveradi, bayraxalar uchaveradi deb. Biz hamma teng huquqli bo'ladigan, mehnat azob uqubatli majburiyat emas, balki baxt saodatga aylanadigan yangi davlat qurmoqdamiz. Norozilar ham bor, muxoliflarimiz ham oz emas. Faqat e'tiroz bildirishsa mayli edi, lekin terrorchilik, qotillikkacha borishyapti va biz ham oxirgi choralarni ko'rishga majbur bo'lyapmiz. Afsuski, bu g'ildirak tishlari orasiga, masalan, siz bilan yuz berganidek aybsiz odamlar ham tushib qolmoqda. Yashashni endigina boshlagan bo'lsangiz, hatto yapon razvedkasiga xizmat qilgan taqdiringizda ham mamlakatimizga qanday zarar keltira olardingiz? Sinyayev yumshoq, xuddi ovoz chiqarib fikrlayotgandek yoki ayblanuvchi bilan maslahatlashayotgandek ishonchli ohangda so'zlardi. Agar anarxist Poruchikni OGPUning shunaqa xodimi bilan uchrashuvga tayyorlamaganida, ehtimol Yutaro Toda bunaqa qarmoqqa laqqa tushgan bo'lardi. Lekin hatto bu kabi oqko'ngillik aldovning oddiygina bir usuli ekanini bilsa-da, baribir rahmdil tergovchiga o'zida beixtiyor xayrixohlik sezdi va hatto sal yengillashdi. Undagi hushyorlik o'rniga diqqat paydo bo'ldi. Shunaqa murosasiz dushmanlar borki, o'z oldilariga biz bilan oxirigacha kurashishni maqsad qilib qo'yishgan. Albatta, bundaylar bilan hech qanaqa kelishuv bo'lmaydi, davom etdi Sinyayev. Lekin sizning holatingiz alohida hodisa.
Siz bizning dasturimiz, g'oyalarimiz bilan tanish bo'lmagan boshqa bir mamlakat fuqarosisiz. Shu sabab mamlakatimizda razvedka olib borish uchun tayyorlashganida bunga qarshilik ko'rsatmagansiz. Ko'z o'ngingizda dushman qiyofasini yaratishgan va siz uni bemalol qabul qilgansiz. Biz esa shaxsan sizga dushman emasmiz. Ishingiz bilan tanishganda tushundimki, siz o'rtamiyona ziyoli oiladansiz. Shunaqa emasmi? Shunday, tasdiqladi poruchik. Faqat bitta noaniqlik. Meni hech kim razvedka xizmatiga tayyorlamagan. Men tugatgan piyoda qo'shinlar bilim yurtida bizni butunlay boshqa narsaga tayyorlashgan.